80 million pulingiz bo'lsa, Lamborghini Urusga o'xshab ketadigan Depal S07 285 Max bizda opsiya avtomobilimiz sizni kutmoqda. Ushbu avtomobillarimiz narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ydik yoki 10 ta do'stingizga yuborganingizdan so'ng kommentariyada yozib qo'yamiz degan gaplarni qilmasdan, ushbu avtomobillarimizda narxi 28 mingni tashkil qiladi. Boshlang'ich 25% to'lagan holatda 1 yildan 5 yilgacha, yillik garovo 24% dan 27% gacha bemalol 285 Max avtomobillarimizda xarid qilsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, ayrim qo'shniqoq ichidagi avtosalonlarda ushbu avtomobilning bitta pozitsiya pasi 215 Max esa 30 ming 500 ni tashkil qilyapti. Siz 28 mingga suv tekin 285 Max Bezdop opsiya avtomobilimizni bizning avtosalonimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. 3 yil garantiyalari bilan va pultlari polik hamma narsasini qo'shib bergan holatda bizning avtosalonimizdan xarid qiling. Shoshiling, soni cheklangan.